Toshkentni bilasanmi, men kimman? Kapayga pista po'choqsan to'g'risida chiqib borib ishlar. Uyda yotib hamma narsani olib berishga tayyor kim ishlagisi keladi? Kimdir senga pul berish kerakmi deb qo'yadi. O'zbekistondan bolalar keladi, erga tegadi bu. Keyin o'sha hali ustidan so'rab o'rganib oldim-da, lekin keyin yoqib qoldi. O'zbekistonda ishlamagan yulduz qolmadi. Hozir endi logistika sohasida fleet menejer bo'lib ishlayman. Toshkentdan kelganda valasab qayrashi bilanmi faqat? Ismim Bahrom, familiyam Berdiyev. Toshkent viloyatida tug'ilganman. O'zbekistonda kinooperator, teleoperator bo'lib ishlaganman. Ko'p kliplar olganman, kino olganman. 8 yildan beri Amerikadaman. Oilada eng kichkinasiman men. Shu endi yoshligimni shu Zangitada o'tgan. 3 yoshimda adam o'tib ketganlar. O'zi 60 bo'yman men, 60 yoshlarda tug'ilganman. Onam 42 yosh bo'lganlar men tug'ilganimda. Hayotda 3 ta направление berganlar. Onam rahmatli muzika, san'at, undan keyin muzika ham san'atga kiradi, muzika, sport, уже foto. Shu 3 ta narsa. O'shandan meniki o'sha sport, shu maktab bitirgunimcha sportni olib ketdim. Lekin baribir yoshligimdan san'atga tortardim. 2-3 sinfdan boshlab shu fotoga qiziqishni boshlaganman. Men o'zi hayotda rasm yaxshi chizaman. Otam rahmatli ham yaxshi chizardi, xattot bo'lgan ekanlar, yaxshi yozardilar, chiroyli bo'lib yozardilar. Men o'zimda ham bor bu narsa. Eng ko'p menga qiziqtirgan narsa mana shu foto bo'lgan. Onam rahmatli burs edilar, oddiy. Birinchi yo 2-sinfda o'qirdim. 2-sinfda o'qirdim. Olib ketdilar aeroportga. Постоянно olib yurardilar, yur. Uni ustiga kechasi nochda ishlasalar, men kanikulda bo'lsam, endi men bir chelak ko'tarib, og'ir narsa ko'tarsalar, ko'tarmasin deb akam bilan borgin deyishardi. Bo'pti deb keyin borardim uni rahmatli bilan. Bir kun qarasam, bitta joyda bitta yosh kattaroq yo Ozarbayjon yo bir solidniy bir kishi o'tiribdi. Ona rahmatli polartyaptilar-yu, men o'tiruvdim. O'tirsam, o'sha odam keldi deb menga suv bergin dedi. Ozgina suv bergin. Suv oldim, olib chiqib berdim men odamga. Olib chiqib bersam, gaplashib o'tir. Endi men yoshligimdan ruscha yaxshi anaqa qilganim uchun ko'rinib turibdi u. Yo armani yo yevrey yoki anaqa-da, men точно ko'rinib turibdi. Lekin gaplashib o'tirdi, nimaga qiziqasan, unga bunga gaplashib o'tirdi. Men aytdim, mana shunaqa dedim. Men shu fotoni yaxshi ko'raman, chizishni yaxshi ko'raman. U bo'ldi desam, keyin oyingga yordamga keldingmi? Da, mana shunaqa oyim bilan desam, suv qayerdan olding dedi. Endi menga qana o'yladiki, bir anaqa oddiy anaqa olib kelib beradi. Men stakandan, granulli stakanlar bo'ladi. Shunaqa olib kelib berdim. Keyin ichib anaqa gaplashib o'tirdi, ancha gaplashib o'tirdi. O'sha bo'pti, nima reysim anaqasi vaqti bo'ldi. Men sen bilan anaqa qilamiz dedi. Rahmat suv uchun deb stakanni berdi-da, yaxlit 100 so'm berdi. Yaxlit. Yo, to'xta, 100 so'm manda necha pul berdi? 10 so'm. Yo, normalniy pul berdi. O'sha pulga borib, oyim rahmatli menga fotoapparat bilan yana yaxlit 100 so'm berdi. Berdi-da, bir pochka 100 so'm katta, ani derivanli pul bo'lardi, shunaqadan bitta oldi-da, men berdi. Shunaqa dedi, "Yo, men kerak emas" dedim. Shunaqa desam, endi oyim endi yoshlikda yetadi, bittasi pulni bersa olib yurmagan u bo'lib gapirilardi-da. Keyin berdi. Berdi, oldim-da, keyin ona rahmatli mayli o'rdilar, oldim. Shu bilan ketdi. Anaqa mayli gaplashib, anaqa qilamiz dedi, ketdi odam. Keyin oyimga olib berdim mana dedim. Shu bilan ertasiga ertalab
aeroportdan 25-avtobus yurardi Zangiota tarafga. O'sha avtobusga chiqdik-da, yo'l-yo'lakay keyin qaysidir avtobusni пересадка qilib andaqaga bordik. Торговый центр Chilonzorga. Paytda торговый центr Chilonzorda narsalar sotiladi, endi Soyuz payti. Keyin undan oldin bozor kirib oldilar. Bozor kirib oldilar, qarasam pullar azg'ot bo'lyapti-da. Moshla olyaptilar, yeyishga produktlar qilyaptilar, ani menga berilgan pul ketyapti-da. Keyin aytdim, oydim, desam nima dedilar, shu bilan bozor qildik, u bu qildik-da. Shu bilan keyin yurdilar, "Ana sen bitta narsa olib boraman" dedilar. Men u paytda shu fotokrujokka boraman, fotokrujokda krujokka o'zini fotoapparati bo'lardi. Smena 5 bo'lardi. O'shani ishlatib banda qilardik. Yurdilar, olib kirdilar. Olib kirib foto anaqasi bo'lardi, отдел. Foto o'sha yerga olib kirdilar-da, tanladilar. Fotoapparat turdilar. Men esimda o'sha FED 5 bo'lardi. Keyin o'zlarining ham pullari bor ekanmi, keyin olib berdilar optikasi bilan. Xursandman, u paytda boshqachani ko'zini idishda. FED uncha-muncha fotograflarda, katta fotograflarda bo'lardi. Oldim, keyin fotovilichitel olib berdilar rasm chiqarishga. Qizil svet, ani xlor, проявитель, keyin fiksaj, hamma narsani, distirlangan suv, hamma narsani olib foto bo'lmaga ani увеличительga qo'yadigan ani kesadiganlarigacha olib berdilar. Общий 114 so'm bo'ldi. Men aytdim, endi men xursandman, oldi ketdik. Uyga borib keyin rasm chiqarish boshladim. Rasmga olaman, rasm chiqaraman. Mana shu fotodan keyin sekin-sekin bu narsa qolib ketdi. Как yoshlikdagi hobbiga o'xshab qolib ketdi-ku. Keyin baribir keyinchalik o'sha televideniye ishga kirganimdan keyin juda ko'p narsaga asqotdi bu narsa. Keyin o'sha O'zbekistonda birinchilar qatorida klip olishni boshladim keyin men o'zim. Endi bizda paytda undaqa bir arxiv qilinadigan narsa bo'lmasdi-da. Arxiv qilib yoki ham YouTube'ga o'xshab qilgan narsani sразу qo'yiladigan narsalar bo'lmasdi. Men agar adashmasam mingdan ko'p klip olganman, har xil. Zo'rini ham olganman, arzon klip ham olganman, qimmat klip ham olganman. O'zbekistonda ishlamagan yulduz qolmadi. Hamma, masalan, Xudoga shukr, hammasi taniydi. Bahrom hammasi zo'r deydi. Endi Xudoga shukr ishladik. Proyektlar o'sha davlat proyektlaridan boshladik. O'sha Abdulla Oripov, o'sha Navruzlarda ishlardik. Endi o'sha PTSlarga chiqardik. O'sha futbol bormi, boshqasi bormi, hammasi futbolga chiqardik. Keyin o'sha kliplarning orasida keyin o'sha kinolar chiqishni boshladi. O'zbek filmdan o'tib bitta zakaz keladi, o'shalarda chiqib ishladik. Men ham juda ko'p emas, 4-5 ta proyekt oldim. O'zim rejissyorskiy, operatorskiy bir 10 dan ko'p olganman. Keyin Qozog'istonda ishladim, Turkmanistonniki bor, Afg'onistonni proyektlarda ishladim. Keyin yaponlar bilan ishladim, dokumentalniy film olishda. O'sha Alpjamol mebelning anaqa saloni bo'lardi. Endi hozir bormi yo'qmi bilmayman. Men ham 10 yildan beri borganim yo'q. Endi o'sha yerda o'sha mebelnida Alsherika degan odam shu direktormida shunaqa edi, shu ochkili Alsherika. Bahrom bir kelib keting. O'sha o'lmasa bitta odamimiz bor, ashulachi, shu odamga klip olish kerak. Xo'p deb borsam, keyin ashulasini qo'yib berdi. O'lmasa ekanmi, kutaman degan klipini. Bu odam shunaqa anaqaki, men o'sha paytda meni anaqamda esimda qolgani, juda ham ishga seriozli qaraydigan odam edi. U masalan, men mebel sohasida ishlasam ham dizaynni tushunadigan mana shunaqa odam edi, juda gрамотный odam edi. O'sha odam shu bilan shu klipni boshladik. O'sha eng zo'r stilist, eng zo'r o'sha Sonepa bor. Sonepa ham chaqirib hamma narsani eng zo'rini olib ishladik. Shu klip biz hit bo'ldi. Ancha hit bo'ldi u narsa. Keyin TV markazi endi ochilgan. TV markazida ham biz 3 kishi, 4 kishi billa boshida TV Tarona edi. Shu ochib ishlaganmiz. O'sha Sherzod bor, Rahmatullayev, Yodiy bor, Yodgor Nosirov, Obid bor. Keyin Taronaning eski ishchilari bor. Shular bilan billa ochgandik. TV Tarona edi, keyin o'sha MTV bo'lib ketdi.
O'shanda 1 yil pulsiz rotatsiya bo'lgan o'sha klip. Menki o'sha talabga javob beradigan zo'r klip chiqqanda hit bo'lgan. TV markazida ham ko'pincha masalan 4 ta 5 ta odam klip o'tardi. Klip o'tadigan odamlar orasida men ham bor edim, xudoga shukr deyman masalan. Ro'shan Komilov kliplari, Ro'shan akam. Undan keyin Farruh ham chiqishni boshlaganda eng stilni, eng birinchi klip shu Nargizam degan klip bor. Oyda o'ynagan, uni ham eng stilni anaqada qo'yib berganmiz o'sha paytda. Eng oldi texnikalar bo'lardi O'zbekistonga endi kirib kelgan o'sha Redwonlar bo'lardi anaqada. O'shalardan ishlatib shu klipni oldik, ancha ishlar qildik-da xullas. Endi hozir kasbimni o'zgartirishga to'g'ri kelgan, o'shaning uchun hozir endi logistika sohasida fleet manager bo'lib ishlayman. Uch yoshimda adamdan o'sha yetim qoldik. Onam boshqacha qaradilar menga baribir. Endi boshqa akalarim, opalarimga qaraganda eng kichkinasi bo'lganim uchun eng kichkina o'sha opam bilan meni oramda 4 yosh bo'ldi. O'sha farzandli bo'lmaymiz deyilgandan keyin qolganlarini orasi hammasi 2 yoshdan. Men eng supraqoqda bo'lganim uchun onam juda yaxshi ko'rardilar. Qattiq qanday qilish, xafa qilishardi yoshligimizda. Ko'p joyda oyim aytardilar, "Bunday qilmalaring ko'chada sanam bunday qilmagan, to'polon maktabda ham to'polon qilmagan, u bir narsani anaqa qilsa, otasi yo'q deb, tarbiyasi yo'q deb gapiradi" derdilar. Maktabda ham keyin kelib, men endi baribir yosh biz-ku. Oyim anaqa narsa bor ekan, olib bering desam, men olib bera olmayman dedilar. Ha desam, "Ha, palonchi olib beribdi-yu" desam, "Uni otasi bor" dedilar-da. Rahmat, keyin indamay qolardik. Shuning uchun yoshligimizda ko'p otasiz bo'lganimiz uchun kamsitilganmiz. Shuning uchun bu ham balki yaxshilikkadir. Nima deydi, odam pishiq bo'lgani, nima deydi, hayotda shustroq bo'lishimizni ham sabab menimcha shu bo'lsa kerak. Hozirgacha ham, mana hozir yoshim 50 ga to'lgan bo'lsa ham bab-baravar bolalar bilan ishlayman. Fizически bormi, moralniy bormi, farqi yo'q, ishlayveraman. Shuning uchun mana shu ona masalasida juda qattiq men mana shu internetda ko'rib qolaman, "Ey" deyman. Hozir aytib bersam yomonda, tegib ketadi. O'chirtir. Shu yoshga kirib biron marta bir onamdan bir dakika eshitgan joyim yo'q, boshqa yo'q. Lekin o'sha otadan yosh qolib ketganimizdan keyin ham bir anaqa qilmadilar. Aeroportda oddiy uborsa bo'lib anaqa qilardilar. Xudoga shukr deyman. Shu halol mehnat bilan boqib anaqa qildilar. Shuning uchun mana shu internetda ota-ona masalasida sal endi ota nima desam bo'ladi? Men otam bo'lmagani uchun men tushda bo'ladi-yu, alas shunaqa eslayman otamni. Endi hozir men masalan onani hamma boshqacha qadrlaydi, lekin men o'zim uchun boshqacha qadrlayman derdim-da. Shu muomala bo'layotgan, muomala ota-onaga bo'layotgan narsalarni internetda ko'rib qolaman, sal g'alati bo'ladi-da. Uni hozir aytaman deyman, aytib bera olmayman. Ana kuni video ko'rdim. Onasi yotibdi, o'g'li naryoqda o'tiribdi-da, kelin uryapti. Kuyovning onasi qaynonasini uryapti. Vash bu men chidolmayman bunaqa narsalarga. Men 40 dan oshganman-da, 38-37 dan oshganman. Kechasi borib klip olaman, qaytib kelaman. Qaytib kelsam, uxlamasdan qarab o'tirardilar-da. Ikkinchi etajda domda bunaqa qilib o'tirardilar. Kelsam ko'zlari yaxshi ko'rmasdi. "Hey" desam, bunaqa qaradilar. "Kim bo'lasan?" deb qaradilar. "Men kichkina o'g'lingizman" men desam, "Unang qoqsin kir" derdilar. Ko'plar aytadi-yu, onamga to'ymadim, u bu deydi-yu. Men to'yganman. Bu qanaqaki yaxshi ma'noda. Masalan, aytsamga g'alati bo'lishi mumkin.
sanerdim, bir kunda 15 marta o'pardim. Onam oxirgi payt o'sha andaqalarda tosh bor edi, pajirlovchi andaqa deydi. Kechasi uxlolmaydigan bo'lib qoldi, ko'p andaqa yonlarida yotardim men. Pashaxonaga berganman, yonlarida yotardim-da men. Yonlarida yotardim, keyin ko'pincha bonkada 1 litrli bonkada iliq suv bor, shunaqa sovutardim-da. Dog' suv deydi, dog' suv sovutib qo'yib qo'yardim. Bir kun bilmayman-da, bu endi masalan men o'zimning hayotimda bo'lgan narsa. Shunda oldim, kecha shunda turdim, onam yotibdi yonimda. Uyg'oq ekanlar. Shunda oldimda, shunda ko'tardim. Ichib tursam, tanasi taq ketdi. Bundoq qarasam, tishlari turibdi bor. Onam tishlari bor. Tishlarini solib qo'ygan ekanlar suvga. Va bilmasdan ichib qo'yaman. Men unaqa narsalardan o'rganmayman, umuman. Dal qo'ydimda uxladim. Bundoq qarasam, yonimda uyg'oq yotib turib, qarab, mamnaq qotdilar. Dedilar, nima? Endi anaqa o'zlari g'alati bo'lurlar. Menga bunaqa farqi yo'q deyman. Menga farqi yo'q. Kerak bo'lsa yeb qo'yaman derdim, kulardilar. Men qoyil qolaman bir qilasdan. Shu akam yetardilar. Akam ham o'tib ketdilar, shular yetardilar. Ular qilgan narsani uncha erkak qilmaydi. Bu men mashinani chekada turgan bo'lgan, orqasidan kelib urgan. Shunaqa kuch bilan urgan, ana ulaydigani borki, 50 wheelers uzilib ketgan. Ramalari qiyshayib ketgan, uxlab qolgan, orqasidan kelib urgan. Hozir shuni ustaxonaga olib boraman. Endi aslida ishim meni flitda. Olib boraman. Va shunaqa buzilgan mashinalar, bunaqalarni olib borib beraman. Shu olib borib berganimga shu pulni berishadi, eshitaversin. Shamboddixga tirikchilik, xullas. Shuni mana shuni ko'tarib sekin ulab keyin ustaxonaga olib borib tashlaymiz. Shu. Qiladigan ish shu. Bu ham towing ishi ham ozgina opasniyroq ish. Lekin menga yoqadi. Takoy o'zi me'morlar ishlaydigan anaqasi bor. Endi men anaqa meni ishim emas u. Bir mana shunaqa beso'naqa joylarda ishlab qolamiz-da. Volvani yomon tarafi ham halol beradi. Freeliner shuning uchun freeliner yaxshi ko'raman. Men ko'rib turibsan. Suvda ras yoqadi-da. Bu zanjirni ulashning sababi freyma bir-biriga ursin. Ana buni piyini ko'targaningda ikkita aksel osiladi. Osilmasligi uchun piyidan ko'tarib olish kerak buni. Shundan olib lekin ikkita rasa yoqadi-da bu bor. Yoqadi. Aqib bir-biriga ulab olasan. Undan keyin zanjirni bir-biriga o'rab ilib olasan. Shu bilan bo'ldi. Bismillah deb men ko'tarib olasan. Ana endi buni tegidigini nariga tortish kerak. Voy. Ishlayotgan paytingda bilinmaydi. Ishdan keyin ketasan uyga. O'sha paytda shunaqa anaqa qiladi. Mariyan orula bunaqalar bo'lsa. Mana turganda ham qotgan bo'ladi, umuman ishlamaydi. Olib kelasan, orqasini ulaysan. Shu bilan ish tayyor.
Toshkentdan kelganda velosiped haydashni bilardim faqat. Bitta velosiped haydashni bilardim. Ko'kka kelib, hamma narsani o'rganib ketar ekan. Ishim xudoga shukr yaxshi. Hozir flitda ishlab baribir flitda ishing ustalarga yaqin-da. Masalan, buzilgan mashinani olib borasan, usta masalan telefon qilib, "Mana bunaqa narsa bo'lyapti" desang, "Oka, mana bunaqa qiling" dedi, tuzaladi deydi. O'shalarni qilib o'zing ham o'rganib qolasan. De? Shu aytib berdim, o'rtog'im o'sha olib kelib bergin dedi. Borsam, o'sha to'yga narsalar, men bunaqa narsa qilmaganman. Desam, o'rganasan, davay, shuruy dedi, jo'natib yubordi. Ketdim mana. Endi birov uni omonat edi, bilmaysan, xudo ko'rsatmasin, adirib yuborsang, u ham pulda, masalan, bitta trak falon pul turadi. Masalan, shu 180 ming, 190 ming pul turadi. 200 ming, oxir payda 220 ming ham chiqib ketdi. Qanaqa qilib oxiri borib keyin YouTube'dan ko'rib, YouTube'dagi baribir ko'p joylarni ko'rsatilmaydi-yu. Keyin o'sha Ali ustidan so'rab o'rganib oldim-da, lekin keyin yoqib qoldi. Mana ko'rasizmi? Tagidan ko'taradi. Ustaxonaga ketayotganda peryezlar borib, shu yerda do'ngalaylar bor. Shunda to'xtab oladi. Shuning uchun orqa g'ildiraklar tegmasligi uchun orqa tarafini qo'yib olasan-da. Ana. Bu choychoq ulandi. Ana endi основной. Bularda Amerikada, masalan, O'zbekistonda bayroqcha osib qo'yadi, bilasan? Bayroqcha osib qo'ysan, ketirasan. Bularda har bitta narsaga juda ham qattiq qanaqa e'tibor berilar ekan. Har bitta svetini, anaqasini hammasini joy-joyiga qo'yasan. Buni light bar deydi, bularda. Light bar deydi. Shu mana поворотник, keyin avarinkaniki, o'rtada kechqurungi tunga ketadigan anaqalar bor. O'shalar. Buni ilasan. Undan oldin buni tokka ulab oladigan joylari bor-da. Buni olib tokka ulab olasan. Keyin sho'lashib ketmasligi uchun ustidan olib ketasan. Hamma narsasini qildik. Mana bitta ko'r mana. Bu yerda ularda safety deydi. Mana hamma narsasini mana olib kelib, bunday qilib ulab olasan. Ko'chada ketayotganingda hech kimga halol berishing kerak emas. Mana light bar deydi. O'sha kabelni unga ulab olasan bo'ldi. Qayerga burilaman desa, поворотda ham, bu tormozda qanday nima bo'lsa hammasida mana shu yordam beradi xullas. Zangitada uyimizning oldida mol bozor bo'lardi. Zangita maqbara bor, oldida ateizm uyi edi. Keyin hozir masjid bo'lib ketdi. O'sha yerda mol bozor bo'lardi, bu yo'lni bu yog'ida. O'sha yerda chiqib, endi yosh bolalar chaksa, men ham chakkanman. Men chakib o'tirsam, bunday qarasam, bunday zabor oldidan bunday okam o'tib ketdi. Ko'rdida, "Ya, dedi." Mana ha, dedim. Uy kirgandilar. Shu bilan uy kirdim. Uyga kirsam, ana ustalarni anaqasi bo'lardi. Eshigi bo'ladi. Ustiga chiqib oqlashardi, suvashardi. Shunaqa ustiga o't qizib, qani endi sigaretni berib, qani yoqib, qani zo'r chaksang, bo'ldi, indamayman, bemalol chak. Agar chakolmasang endi uzr, chakmaysan desa, bo'pti, men ham ishonib shu boshladim, seryozni chakish kerak ekan, chakish boshladim. Endi berib turdilar. Ozgina chakkanimdan keyin oldilar. Polli bosib chiqdilar mana shunaqa. Mana shu lava atrofiga bosib, dabdala qilib, ertalab tursam suv chiqyapti-da. Yomon edi. Undan keyin u suv chiqishidan oldin kechqurun kelib opalarim ham urdi. Hamma urdi.
bu onamdan boshlab hamma chiqdi. Ukalar, opalarim urib zakonni o'zi aytadi, ya'ni o'zbeklarning eng kichik bo'lsang deydi yomonda. Hamma ertalab o'sha bitta ishkal qilsang, shu kattasidan boshlaydi, bitta tushib keladi-da, kechgacha. Opang kelsin yoki akang kelsin ko'rasan. Ana endi har bittasi bitta urib chiqadi-da. Kalta yeyurib. Yo'q, kalta yeyurib charchab ketganman men. Qashqa hamma voy o'xlovmi, bor narsa bilan urishadi. Qo'lga tushgan narsa bilan urishadi. Endi shu kalta yeyurib yaxshi bo'lib ketgan ekanmiz shekilli. To'g'risi meni atrofimda mana aysob ketdi, palon qildi, qo'lga tushibdi, deport bo'libdi degan odamlar meni atrofimda bo'lmadi. Men tanimayman, ko'rmadim bunday odam. Mana kimni birisi gapiraversin. Qo'shnisini sotibdi, bor. Filadelfiyada deydi, palonchi qo'shnisini sotibdi, Nyu-Yorkda unisi qo'shnisini sotibdi, aysga berib yubordi. U bu bergandir, lekin men Chikagoda men o'zim atrofimda birontasini ko'rmadim. Masalan, Chikagoda masalan o'sha men turadigan uy yonida ham uyda 5-6 kishi turishadi, nima qilishadi. O'zim yonimdagi bolalar. Ko'pi anaqadan kelgan bironta hech kim ular ajratmaydi. Lekin men eshitaman, internetda ko'rib qolaman. Salla unaqa debsizlar, salla men unaqa debsizlar, salla kun bermayapsizlar, salla deb kun chiqmayapti degan gap. Ha, rizq Allohdan. 10 mingta o'zbek, 100 mingta nechta o'zbek kelsa ham Amerikada rizqi ishti qilyotibdi. Ishti qilyotibdi. Masalan, borib ishlayman desa, ishti qilib, lekin dangasalar ham ko'p. Shunda keladi, shu bittasi tayyor unga bitta mashina bersa, tayyor men benziningga pul bersa, hamma dokumentlaringni qilib bersa-da, yana andaqaga ham pul bersa, advokatga hamda undan keyin davay chiqib ishla desa, prava ham olib bersa, iloji bo'lsa sidel olib bersa, sidel olib trakka chiqqin desa ham yuklakanmish, men eshitolmadim dedi. Chiqib ket, chiq, ishla keyin. Men eshitdim. Bitta ukam bor meni, vash yaqin ukam bor, oti Baxtiyorda. Toshkentda bombada u bola bor, u Toshkentda boy bola. U ham o'sha anaqadan oshib tushgan. Bardiyordan oshib tushib, meni dokumentini qilib, mashina meni yuribdi. Voy, ketmaysanmi? Shuncha puling bor, anaqasi nima qilaman dedi. Rizqimni Xudo shu yerga yozgan bo'lsa, masjiddan yeyman. U bilan birga kelgan bir sim puli yo'q bolalar ketib bordi o'sha desa, men bunaqa seriyozli ishlayolmayman. Конечно, ishlayman. Yoshligida uyda yotib hamma narsani olib berishgan tayyor kim ishlagisi keladi? Men qo'limga nechta bola kelib ketdi-da, ishga vashshi ishlatsa, men bunaqa ishlar qilmay, voy, ishlar chiqib pul kerakmi ishlar? O'zi nima qilasa? Va ambitsiyasini ko'rsang, ularni men bilasan, men kimman? Men Toshkentda bilasanmi? Men kimman? Kapaytga pista po'choqsan to'g'risida chiqib borib ishla, anta xotiningga jo'nat, birovni puliga yashamasdan to'g'risida qilyotibdi-da. O'zbekistondan bolalar keladi, erga tegadi bu yerda. Tushunsan? Uylandim deydi. O'zbekistondan kelgan mana degan nechta bolani tanizam keldi, student o'zi. Endi maktab bitirdi desa, aka yaxshi qiz bo'lsa uylanaman. Voy, qanaqasi desa, u grajdanka bo'lishi kerak, puli bo'lishi kerak, undan keyin uyi ham bo'lishi kerak, mashinasi ham bo'lishi kerak edi. Ha, uka erga tekkansan deyman. Undan ko'rasiz erga teg deyman. O'sha zo'r deyman senga. Kechqurun ujinni qilgan, ko'chaga chiqib ket, tiqilyotibdi ish. Qilaman desang bor, bolalardan telefon qilib so'rasang, tiling bor, bir qarach. Telefon qilsang, "Aka, ish bor, keling" deydi. Yo'q bo'lsa ish bo'lsa aytlaring desa, bor ko'p. 11 gacha uxlaydi. Ha, desa, chota g'alati ekanda, bugun mazam yo'q deb qo'yadi. Voy, bir qilishga chiq, ertalab 7:30-8da bomdodda o'qiganda chiqib haydab, yo'q 11 gacha uxlaydi, qilib uxlab keyin yana kechqurun ha desa, kvartiraga puli yo'q. Ha desa, keyingi hafta qilib beraman. Qatdan qilib berasan?
chiqib Toshkentdan ambitsiyasi bilan keladi. Cho'nchakda ximiri yo'q. Kimdir senga pul berish kerakmi deb qo'yaman. O'zim ukam bo'lib qolgan hozir. Student keldi, vash yaqin ukam. Keldi. Aka dedi, ha, sen Amerikaga любойni sotib olaman deb jo'tsam, 3,5 ming cho'nchakda turdi. Student, o'zi endi maktab bitirgan. Keldi vodka o'qishga. Shu siz aka, ha, sen men downtowndan ko'rishim kerak, uni ko'rishim kerak. Nima bo'lsa, mendan qo'yadi. Keyin qarab turdim menda, ha bo'pti, chiqib aylantirib anaqa qildim. Ha, yomon ko'raman bunaqa narsani. Bir kuni yotsam, как раз chempionat futboldan chempionat biri bor. Ofisda o'tirib ko'rdik. Uxlayotsam, aka dedi, ha, desam, turing futbol ko'ramiz, chempionat beradi dedi. Finalini dedi. Shunaqa dedi, uka dedim, ko'rsatmaydi dedim. U kimnidir akkauntidan ko'rganmiz, platniy kimdir pul to'lagan. Ko'ra olmaymiz. Uka desam, aka men ko'rdim-ku, kecha turing o'rningizdan yuring boraylik dedi. 1 soat uyqu bermayapti-da, oxir bo'lmadi-da. O'sha aytadi, ana tishga qo'yib turdim, hozir bu narsa qilaman dedim. Bilaman, shu yo'q-da. Yur dedim. Mashinaga o'tkazdim-da 12 mayl ofisga bordim. Kirdim-da, qani qo'yindi ko'raman. Men o'yladim endi haqiqatda anaqa bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Ko'rsa kerak, bu narsa o'zini akkaunti bo'lsa, borib qo'yib bitta qo'ysam, pul olgan. Voy, nima kerak? Men kecha ko'rdim-ku. Voy, men kecha ko'rdim. Uka, sen menga ko'rsataman dedingmi dedim. Hozir dedim, yo futbol qo'yasan dedim. Yo masjiddan sen bir bola olib chiqib tashlayman men seni. Ana bola rangi oppoq mana o'tiribdi-da. Topasan hozir dedim. Topmasang dedim, hozir ko'maman masjidda men seni deb 12 maydan meni olib keldi. Men mashina qayda azobda. Bir hafta har kuni ertalab chiqib azob uxlayotgan joyini turg'izdi-da. Uka dedim. Oxiri yig'ladi. O'tir mashinaga dedim. Vash ko'zim ko'rim. O'sha ani predel ko'rinma ko'zimga dedim. Borib uxlayman, uxlolmayman. Bir kun o'tdimi? Kechqurun aytadi, shu iPhone olsammikin dedi. Ani telefon pereshka bo'lib ketgan bor-ku. Yo'q bo'yapti-da. iPhone, uka. iPhone palonchi turadi. Aka, siz anaqangiz bor-ku, kreditdan anaqa. Uka dedim. Bu yerda dedim, kreditga kirib olmoqchiman desang dedim. Tekshirganiga dedim, seni anaqangga, istoriyangga dedim, xartinkoyar tushiradi. Bo'lmaydi u. Kim bo'lib bermaydi menga. Nimaga men kichkina narsa, faqat mashina, uy, mana shunaqa narsa olishim, menga kichkina narsa kerak emas, men olmayman. Sen yana xafa bo'ldi, anaqa. Уже predelga keldi-da. Uka turdi dedim, o'rningdan turdi. Ol hamma narsani yig'ishtir. Kiyimlarni qayerda dedim, antda. Yig'ishtir hamma narsani. Hamma narsasini yig'ishtirdim-da, shortida yotgan joyda shunda lash-lushini ko'tardim, oyog'ini kiydim. Shunda eshikni ochdim-da, haydadim. Ko'chaga chiqdim, shuncha qor. Hamma narsani qora ko'zim ko'rmadi. Men taksi chaqirib surdim. Hozir kelsa kulib qo'yaman. Menga ham iPhone bergansa kuladi, uyalib. Unaqa yalang'oy oladi, nechta kelib ketdi. Ambitsiyasi osmonda ximiri yo'q. Amerikada o'rtoqlarim ko'p meni. Masalan, men oddiy ishda ishlasam ham boshqa anaqalarda ko'p o'rtoqlarim mandaqalar. Endi nima deydi, o'sha kompaniyalari bor, o'ziga to'q anaqa odamlar. Shuning uchun shular orasida yoshim katta bo'lsa ham kichkina bo'lib shulardan ish o'rganaman, boshqa qilaman. Menga yomonlik qilgan yoki men anaqa hammasi to'g'ri. Masalan, yonini olib yoki bir anaqa emas, to'g'ri. O'sha kim bo'lsa, oddiy shofir bo'lsa ham, shu ukamdek bo'lsa, qarayman hammasi zo'r bolalar. Men atrofimda bir o'zidan anaqa qiladigan narsa yo'q. Shuning uchun yoshimiz katta bo'lganligi shunaqa bo'lib qoldik. Men faqat yaxshilikka oladigan bo'lib qoldik. Lekin Amerikada bir yomon bir bolani anaqasini ko'rmadim. Men O'zbekistonda sog'inadigan narsalar shu. Endi bolalarim hammasi katta bo'lib qolgan. Shu bolalarni, navaralarni sog'inaman. Hozirda o'g'lim bor, shuni uylantirishim kerak. Undan keyin yana kichkinasi bor, endi hali bunga. Endi uni ham uylantirib o'qishi bor. Bitta kattasini o'qishi bitta. Xudo xolasa endi kichkinasini o'qishga kirib uni bitirib olsa, keyin shu ikkitani uylantirib olsak, xudo xolasa yaxshi. Sog'inadigan narsalar shu. O'sha O'zbekistonda ham juda o'tmoqanim ko'p, masalan,
endi ko'p o'sha qarindosh anaqa aka ukalarimiz ko'p o'tib ketdi, o'shalarning o'rtoqlari hamma tanishlar bor, hozirgacha ham yozishadi, boshqa qilishadi. Lekin men bu osh ovqat bunaqa narsadan problemam yo'q, normalniy, xudoga shukr bo'ldi. Shu o'zbekcha har kuni 2 kunning ichida o'sha bolalar bilan yig'ilib, somsa, tandir, hamma narsam bor. Men nima qilolmayman. Men o'zimning rejimim bor. Endi yoshlikda men trenovka qilaverib odam bezib qoladi-yu. Masalan, judoda masterman, sport ustasiman. O'sha keyin o'sha armiyadan keyin o'sha belim og'rib qolgandan keyin bu narsani tashlaganman baribir andan qilib. Trenovka qilmay qo'ydim. Keyin orada bir chakvordim. O'sha onam rahmatli o'tib ketganlarida o'sha 1 yil chakdim. Chakkanda ancha sog'liq qochdi. Sog'liq qochadi, iloji yo'q. Baribir shu narsani men Amerikada masalan odam bitta o'zi bo'lsa, odam o'zini bemalol tarbiyalaydi-da. Undan keyin shundoq aytadi, hozir ham bolalar ko'p bolalar aytadi, uncha odamning qo'lidan kelmaydi dedi. Bir kunda bo'ldi, men bugundan chakmayman dedim. Yopdim bu temani. Bu temaga qaytganim yo'q. O'sha kundan zalga chiqdim, zal ketdi. O'sha OFP deydi, общий физический подготовка. Semirganingda ozgina baribir men bu engashganingda, nimadir ish qotganingda halal baribir ozgina anaqa bo'ladi. Diskomfort bo'ladi. O'sha narsani yo'q qilish uchun sekin-sekin o'sha rastashkil yo'qoladi-da odamda ozgina cho'zilish anaqalar bor. Majbur ertalab turadigan bo'ldim. Ertalab bomdodga namozga turaman-ku, tursam shu ruku qilaman desam ham o'sha yoshingiz katta-da yoshimiz. O'shalarda ham ozgina qiynaladi. Keyin mana shu haftada 3 kun chiqib zalda yaxshilab trenovka qilib, sal o'sha anaqa o'zing kelganingdan keyin o'sha sekin o'zing kelib qolasan-da. O'shaning uchun majbur ertalab turib qilaman shu narsani. Nimaga kunim bilan настроением ham zo'r bo'ladi. Ikkinchidan o'sha bomdodgacha sal odam qizib rastashga qolgandan keyin bitta kirasan, bemalol o'qiysan, o'tmaydigan og'rimaydi, boshqa qilmaydi. Shuning uchun majbur endi sog'liqqa qaraysan. Chakishlarni ham yig'ishtirib, namozga tayyorda o'tirasan, boshqa iloji yo'q. Men kelganimda dokument qilayotganimda shu Nyu-Yorkdan dokument qilganman. Menga o'sha strafovkani tekinga o'sha 2 yilmi, 3 yil tekinga berardi. Bergan. Men endi biron marta doktorga ishim tushmagan, to'g'risi, o'g'il bolaga. Men lekin eshitganman bolalardan bitta bil keladi-yu, shu o'tkaz yomon keladi. 60 ming, 70 ming, 80 ming dollar keladi. Ishim og'riyapti, bitta borasan, 5 mingdan desa tipirchilab ketasan. Shuning uchun lekin meditsina zo'r bo'ldi. Shunisi bor. Endi oxir payt men bu ayslar ko'payib qolgandan keyin odamlar chiqib qo'ydi. Sani o'zimizdan o'zbek doktorlar yo'qmi deydi. Shunaqalarni anaqa qilsa, bu dokumentsiz borsang baribir anaqa qiladi-da. Keyin bularda bizda o'zbekcha qilib, ruscha qilib aytadi, stukachilar deydi-yu. Bu yerda ko'p deya olmaysan. Bu ishga bog'liq-da. Ilojing yo'q. Ish orqali shunda olib chiqib qo'yadi. Marhamat qilib hujjatlar ko'rib qo'yaylik deydi shu bilan. Keyin bo'lmasa sekin olib ketadi endi. Shuning uchun meditsina lekin zo'r, lekin qimmat ham o'tdi.